Doniyor aka, keling, mana shu Bugatti Chiron'ni odamlarga avariyniy holati necha pul tushishini hisoblab beramiz. Bo'ldi uka, gap yo'q. Keling, kapot, krilo va bamper necha pul tushadi odamlarga? 500 ming AQSh dollar. Buni puliga o'rtacha ikkita gelik sotib olsangiz bo'laveradi. Ya gap yo'q. Doniyor aka, keling, mana shu farani nimadir sindirib qo'ydim deylik. Hop. Mana uchun necha pul tushadi mana shu ikkita komplekt farasi? O'rtacha BMW X6 ning puli, ya'ni 160 ming AQSh dollar. Ba'zi Bugatti Chiron'ning balonini qachondir alishtirishim kerak. Hop. 4 ta dona baloni menga necha pulga tushadi? Uka 80 ming AQSh dollar. Voy, namchi 80 ming. Nima sababdan bunaqa? Sababi uka dunyo bo'yicha 20 dona ishlab chiqarilgan fur karbon bilan qoplangan, bu podarka emasda. Limited ekanda bu. Juda ham limited. Doniyor aka, shaharda Bugatti'da yurganimda kelib turib kimdir meni bakovimni olib ketib qolsa necha pulga tushadi? Uka 40 ming dollarga yedingiz. Bu degani Malibu'ni tashlab ketish kerak-da sizga. Ya'ni donasi 40 ming dollar. Donasi. Ikkitasi 80 ming dollar. Eng arzimas detal mana shu necha pul turadi gaykasi? Uka 200 dollar. Donasi. Donasi Komplekt full 4 tasi necha pul turadi? 4 ming dollar bo'ladi. Vobshe kerak emas ekan.